Kakaydi garnizondagi madaniyat markazida o'zbek film ijodkorlari tomonidan suratga olingan O'zbek Arsloni badiiy filmining premyerasi ko'tarinki ruh va yuqori saviyada tashkil etildi. Tadbirda muddatli harbiy xizmatchilar, safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatchilari, harbiy xizmatchilar hamda ularning oila a'zolari bilan bir qatorda nuroniylar va O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi faollari ham faol ishtirok etishdi. Premyerada jami 600 nafardan ortiq tomoshabin qatnashib, shundan 100 nafardan ortiq ziyodini harbiy xizmatchilarning oila a'zolari tashkil qildi. Film namoyishi davomida tomoshabinlar yurtga sadoqat, jasorat, mardlik va vatanparvarlik ruhini aks ettiruvchi sahnalarni katta qiziqish va hayajon bilan kuzatdilar. 9-may xotira va qadrlash bayrami munosabati bilan juda katta tadbir. Bu tadbirda biz juda mana shu harbiy yoshlarimiz, mana shu harbiy oilalar, yoshlarimiz kelib mana shunday juda maza qilib taqdimot bo'ldi. Ya'ni O'zbek qahramoni, O'zbek Arsloni Osiyoga yo'lborisi bo'lgan Mamadali Topoldiev hayotiga bag'ishlangan yangi kinofilmni ko'rib, tomosha qilib, qalbimizga juda ajoyib bir uyg'onishlar, yoshlarga motivatsiya berishni juda tashkil qildi. Bu narsa mana shu yoshlarimiz o'sib kelayotgan yangi O'zbekistonda yangi yoshlariga jasorat namunasi bo'ldi. Nega? Chunki bizni shunday buyuk sarkardalarimiz Amir Temur bobomiz jasorati, Jaloliddin Manguberdi shijoati, Bobur bobomizning g'ayratlari mana shunday buyuk O'zbek O'rta Osiyo arsloni bo'lgan Mamadali Topoldiyevning qalbida bo'lganligi, mana shu ozodligi, xalqning farovonligi uchun, o'zining ona yurti uchun mana shu Belorussiya davlatida partizan otryadida xizmat qilib jasorat ko'rsatgan. U nafaqat o'zining, balki butun dunyo xalqlariga o'zining halolligi, jasorati, matonati bilan namuna bo'lgan O'zbek arsloni hisoblanadi. Mazkur kino asar milliy qadriyatlar, vatanga muhabbat va fidoyilik tuyg'ularini tarannum etishi bilan yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Ayniqsa nuroniylar hamda ijodkor ziyolilar tomonidan filmning mazmun mohiyati, tarbiyaviy ahamiyati va yoshlar qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlashdagi o'rni alohida e'tirof etildi. Kinochilarimiz tomonidan yorqin obrazlarda, kinematografiya tomonidan tashkil etilgan kino taqdimoti bo'lib o'tdi. Bugungi taqdimotdan juda ham ko'p xulosalar oldik. Askarlar bilan suhbatlar va fikr mulohazalar bildirib o'tildi. Yurtimizning qalqoni bo'lgan, posboni bo'lgan O'zbek arsloni haqida haqiqiy matonat, jasorat, vafodorlik timsolini ifoda etgan bir O'zbek yigiti haqida, O'zbek arsloni haqida bo'lib o'tdi. Tadbir yakunida ishtirokchilar bunday ma'naviy ma'rifiy uchrashuvlar yosh avlodni ona vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladilar.